Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Crystal Palace klubi markaziy himoyachisi Mark Gehi Manchester City futbolchisiga aylandi. London klubi 25 yoshli futbolchi uchun 20 million funt sterling miqdoridagi taklifni qabul qildi. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano xabar berdi. Manbaga ko'ra, futbolchi ham shaharliklar tomonidan taklif qilingan shartlarga rozi bo'lgan. Joriy mavsumda Gehi barcha musobaqalarda 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 4 ta golga uzatma berdi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2026-yil yoziga qadar mo'ljallangan edi. Transfermarkt portali ma'lumotlariga ko'ra, angliyalik futbolchining bozor qiymati 55 million yevroga baholangan. Ma'lumot uchun, Angliya terma jamoasi himoyachisi 2025-yil yozda Liverpoolga transferi amalga oshmagach, 2026-yil 30-o'yinga qadar mo'ljallangan shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qilgan edi. Manchester City klubi himoyachisi John Stonesning shartnomasi 2026-yil yozda yakunlanadi. Agar u formasini tiklab, barqaror o'yin ko'rsata olsa, unga kelishuvni uzaytirish taklif etiladi. Yana bir himoyachi Nathan Ake bu mavsum Angliya chempionatida atigi bitta o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Manuel Akanji esa Interda ijara asosida to'p surmoqda. 30 yoshli bu ikki futbolchi ham yozda Cityni tark etishi kutilmoqda. Shu sababli Gehining transferi Pep Guardiola jamoasi uchun ideal variant sifatida baholanayotgan edi. Qarshining Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'zg'ul Berdiyev bilan shartnomani uzaytirdi. Bu haqda UzPFL xabar berdi. Unga ko'ra, yangi shartnoma 2026-yilning yakuniga qadar mo'ljallangan. Ro'zg'ul Berdiyev Nasaf bilan 2024-yilda O'zbekiston chempionligini, 4 karra O'zbekiston kubogi, 4 karra O'zbekiston super kubogini qo'lga kiritgan. 54 yoshli mutaxassis 2013, 2016, 2017, 2020 2021-yillarda 5 karra yil murabbiyi, 2022-2024-yillarda esa 2 karra Superliganing eng yaxshi murabbiyi deb topilgan. Turkiya chempionatining yangi mavsumi qahramonlaridan biri shubhasiz Eldor Shomurodov bo'ldi. Yozda Romadan Istanbul Başakşehirga ko'chib o'tgan 30 yoshli hujumchi Superliganing birinchi davrasidan so'ng 17 ta uchrashuvda 12 ta gol urgan holda to'p urarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda. Ikkinchi davra oldidan Anadolu axborot agentligi o'zbekistonlik futbolchidan intervyu oldi. Intervyu chog'ida Shomurodov o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Mavsumning birinchi yarmida ayrim qiyinchiliklarga duch keldik. Sport formamiz eng yaxshi holatda emas edi. Mavsum boshida kutgan natijalarga erisha olmadik. Ammo bu holatni tuzatish uchun bor kuchimizni sarfladik. Ayni paytga kelib bizda hali ham Yevropa kuboklariga chiqish imkoniyati bor. Başakşehir uchun bu mavsumdagi asosiy maqsad Yevropa musobaqalarida ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritishdan iborat. Shu yo'nalishda qattiq mehnat qilyapmiz. Ishonamanki, mavsumning ikkinchi yarmini juda yaxshi o'tkazamiz va maqsadlarimizga erishamiz. Shomurodov Romadan Başakşehirga o'tgani haqida shu fikrlarni bildirib o'tdi. Men Başakşehirni ko'proq maydonga tushish uchun tanladim. Murabbiylar shtabi, ish uslubi va jamoaning o'yin uslubi menda katta taassurot qoldirdi. Hozir men butun e'tiborimni Başakşehirga qaratganman. Ligadagi boshqa jamoalar haqida o'ylab ham ko'rmadim. Kelajakni faqat Alloh biladi. Men jamoaga va Istanbulga ko'nikib qoldim. Agar inson qattiq mehnat qilib, to'g'ri yo'ldan yursa, Alloh albatta uni mukofotlaydi deb ishonaman. Bu o'z so'zida Nuri Shahin haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Nuri Shahin jamoaga kelgan birinchi kundanoq ko'p narsani o'zgartirdi. Uni hamma biladi. Ishonch bilan ayta olamanki, Nuri Shahin bilan jamoa ancha yaxshilandi. Biz to'g'ri yo'ldamiz deb o'ylayman. U har bir futbolchining his-tuyg'ularini ham yaxshi tushunadi. Shomurodov ichki raqobat haqida fikrlarini bildirdi. Jamoamizda ko'plab kuchli forvardlar bor. Raqobat juda kuchli. Shuning uchun ba'zan turli pozitsiyalarda o'ynashimga to'g'ri keladi. Albatta, 9lik pozitsiyasida o'ynash ham yoqimli. Lekin agar 10likda ham maydonga tushib jamoaga foyda keltira olsam, men uchun shuning o'zi yetarli. U jahon chempionati haqida shunday fikrlarni bildirdi. Biz tarixda birinchi marta jahon chempionatining final bosqichiga yo'l oldik.
Hamma juda xursand bo'ldi. Chempionatga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz. Eng muhimi maydonga mamlakatimizga munosib o'ynash. Guruhdan chiqish imkoniyati har doim bor. Biz faqat ishtirok etish bilan cheklanmaymiz. Yaxshi natija ko'rsatishga ham harakat qilamiz. O'zbekistonga munosib tarzda o'ynashni maqsad qilganmiz, deb o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Surxon klubi safiga nigeriyalik legioner Stephen Chinidu qo'shildi. U 26 yoshda va hujumchi pozitsiyasida to'p suradi. Chinidu bilan 1+1 ko'rinishdagi shartnoma imzolandi. Chinidu faoliyatining asosiy qismini Yevropa klublarida o'tkazgan. 2019-2021 yillarda Xorvatiyaning Hayduk klubida, 2021-2022 yillarda Albaniyaning Dinamo City klubida, 2022-2023 yillarda Xorvatiyaning Solin klubida, 2023-2025 yillarda Bosniya va Gersegovinaning Shiroki Berichik klubida, 2025 yilda esa Serbiyaning Ratnichki klubida to'p surgan. Old Traffordda haqiqiy jang. Manchester United va Manchester City qarama-qarshiligi. Bu galgi derbi biz o'zbek muxlislari uchun 2 karra qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Raqamlarga boqsak, City so'nggi 5 derbining 4tasida zafar quchgan. Biroq Manchester United ham o'z uyida taslim bo'lishni istamaydi. City chempionlik poygasida ochko yo'qotmasligi kerak. United uchun esa bu nafaqat ochko, balki sha'ni va obro' masalasidir. Abduqodir Husanovning bahsda asosiy tarkibda chiqishi kutilmoqda. Abduqodirning uzun paslari Cityning hujumlarini boshlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Uning sovuqqonligi Pep Guardiolaning ishonchini qozonishda eng asosiy omildir. Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida futbol bo'yicha 23 yoshgacha bo'lgan terma jamoalar o'rtasidagi Osiyo Kubogi qizg'in pallasiga kirdi. Guruh bosqichi yakunlanib, eng kuchli 8 ta jamoa chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Guruhlardagi kurashlar kutilmagan natijalarga boy bo'ldi. A guruhidan Vyetnam va Iordaniya, B guruhidan Yaponiya va Birlashgan Arab Amirliklari, C guruhidan O'zbekiston va Janubiy Koreya, D guruhidan esa Avstraliya va Xitoy terma jamoalari keyingi bosqichga yo'l olishdi. O'zbekistonning chorak finaldagi raqibi Xitoy terma jamoasiga to'xtalsak, ular guruh bosqichida ancha tartibli o'yin ko'rsatishdi. Avstraliyani 1-0 hisobda mag'lub etishgan bo'lsa, Iroq va Tailand bilan 0-0 hisobda durang o'ynashdi. Ko'rib turganingizdek, Xitoy hali o'z darvozasidan to'p olib chiqqani yo'q. Bu bizning hujumchilarimiz uchun jiddiy sinov bo'ladi. Ushbu turnirning avvalgilaridan farqi shundaki, bu gal Olimpiya o'yinlariga yo'llanmalar o'ynalmaydi. Shu sababli ko'plab jamoalar tarkibni tajriba qilishmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ushbu turnirda bir bor chempionlikni qo'lga kiritgan. Eng ko'p titul esa amaldagi chempion Yaponiyaga tegishli. Yarim final o'yinlari 20-yanvarga belgilangan. Vakillarimizga Xitoyga qarshi bahsda omad tilab qolamiz.